12ta joylashuvni beraman. 12-joylashuvdan boshlaymiz. Kuchli auraga ega bo'lgan joylashuv 12-o'rinda Mars Chayonda. Chunki Mars o'zi Chayonni sevadi. Birinchi uyda joylashuv bu dahshat joylashuv hisoblanadi. Nega? Chunki birinchi uy bu qo'y uyi. Qo'y, Mars ikkalovligi chambarchas bog'liq, bir-birini sevishadi. Mars Chayonni sevadi, Mars va tog' echkisini ham sevadi, lekin eng sevganlardan biri bu Chayon. Chayon nima degani? Chayon bu sokin kuch degani. Sekin, asta ishni bitiradi. Sekin, asta ishni bitiradi. Hech kimga bildirmay Marsi Chayonda bo'lgan odamlar 12-uyda kuchli aura beradi. Nimani maqsad qilishgan bo'lsa, o'shani bajarishadi. Nimani maqsad qilishgan bo'lsa, o'shani bajarishadi. Qanaqa yo'llar bilan farqi yo'q. Chunki Chayon bu o'lim degani. Tushunarli-a? Juda ham xatarli. Chayon burji xatarli. O'limdan ham qo'rqishmaydi-da. Qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'sha maqsadga erishadi. Ana shu ularga kuch beradi. Ana shu ularga kuchli aura beradi. Bu natal xaritasining egasi Alfred Nobel. Alfred Nobel Marsi birinchi uyda Chayon burjida. O birinchi o'rin, agar o'sha Mars qanaqa burjdan qat'iy nazar ascendentda o'tirgan bo'lsa, boshqa insonlarga siz kuchli aura tarqatasiz. Siz prosto oldingizda odam turibdi, sizni o'zidan o'zi hurmat qilishadi insonlar. Har qanaqa narsaga tayyor turgandek bo'ladi. Shunaqa his berasiz insonlarga. Agar sizni ascendentingiz manba asisida Mars o'tirgan bo'lsa, bu natal xarita Bruk Shieldsga tegishli. Kimligini ko'rsatish uchun juda ham chiroyli xotin bo'lgan. Hozir endi qaridi, normalniy qarash, qaranglar qanaqa chiroylini. Bruk Shields Marsi ascendentda kuchli aura beradi. Odamlar qo'shtirnoq ichida hatto qo'rqishadi buni oldiga kelgani. Men ham qo'rqardim bunaqa go'zallikka ega bo'lgan insonlarning oldiga borishga. Joylashuv agar ascendenti dalvda bo'lsa yoki qog'ada, men dalv deshni yaxshi ko'raman. O'rganinglar qizlar, men ko'p dalvni ishlataman, qog'odan ko'ra menga bu so'z yoqimliroq. Agar ascendenti inson dalvda bo'lsa, albatta yana sizga kuch beradi. Boshqa insonlar sizni noodatiy geniy sifatida ko'rishadi. Odatda bu insonlar aqlli bo'ladi. Misol tariqasida bu natal xaritasining egasi Orlando Bloom. Orlando Bloom mana Pirata Karibskого moryani o'ynagan. Bilsanglar kerak, Katy Perry'ni boyfrendi или sobig'i. В общем, qizi bor bilan ikkalasini bir-biridan. Orlando Bloom ascendenti qayerqa ketdi. Xullas Orlando Bloom ascendenti o'rin bu albatta Oy tog' echkisida. Oy tog' echkisida. Oy tog' echkisida ko'rmayotgan bo'lsanglar, men yerdan ko'rsatyapman. Sovuq, nazoratli, emotsiyalarini bemalol nazorat qiladigan insonlar hech qachon skandal, drama, lo'lilik qilishmaydi. O'zligisini yashirmagan, o'shaning uchun boshqa insonlarga o'zini vaqtiga nisbatan juda ham katta ko'rinishadi. Dono, xullas. Bu Brad Pittning xaritasi. Brad Pittning oyi echkida. Brad Pitt kimligini bilmasanglar, mana bu erkak. Ko'p kinolarda o'ynagan. 8-joy. Albatta Mars qo'yda 10-uyda. 10-uy karyera. Agar Mars qo'yda bo'lsa, 100% erishadi. Hech ham to'xtamaydi. Nimani bu ham Chayonga o'xshagan. Chayonchi qaranglar. Chayon qo'poq bitgani pismulacha bitiradi-da ishini. Qo'y raqobatni yaxshi ko'radi. Shu raqobat bo'lsa, bozorda hamma narsani men egallasam, unga raqobat maydoni kerak. O'shaning uchun 10-uy juda ham yaxshi joylashuv, karyera uyi hisoblanadi. Mars qo'yda bo'lsa, 10-uy shikarni joylashuv, chunki raqobat maydoni yaratilyapti. Bu xaritaning egasi Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamoni bilsanglar kerak.
mashhur poyabzal dizayneri. 10-uyda, agar sizni 10-uyingizda quyosh bo'lsa, prям chegarada turibdi. Bu shaxs ham karyerasi, ham ommasiga mana zo'r joylashuv, kuchli joylashuvlardan biri hisoblanadi. 10-uy bu masalan hayotimizni olasak, hayotimizni tubi bu oila, hayotimizning yuqori joyi bu karyera. Shimol bu eng tepa joy. Endi shu yerdan quyosh porlasa, hamma joyingizga, hamma uylaringizga quyosh porlasa, bu kuchli joylashuv hisoblanadi. O'ta kuchli. Boshqa odamlar bu kishidan nashi qiz точно qanaqadir muvaffaqiyatga erishadi, rosa mashhur bo'ladi, ishi zo'r bo'ladi degan aura taratadi. Shu narsani kutishadi. Bu natal xaritaning egasi Marilyn Monroe. Mana bu ayol. Bilsanglar kerak. Bo'lmasa kerak, 6-o'rinda agar aura sifatida gapiradigan bo'lsak, 6-o'rinda Saturn 10-uyda kelsa. Agar sizni 10-uyingizda Saturn kelsa, Saturn o'zini uyida, chunki 10-uy bu tog' echkisini uyi va Saturn tog' echkisini sayyorasi. Bu ursa, Saturn 10-uyga kirsa, siz intizomli inson hisoblanasiz va o'zingizni aurangiz bilan hammani qo'rqitasiz. Bu natal xaritani xo'jayinisi. Tadam! Tushunarli-a? Kim uyda Saturn bo'lsa, ko'rib olinglar, kim bilan o'xshashliklarni. Chayon o'zi qarash degan. Mana burjim Chayon, lekin ascendentim Tarozi, lekin hozir boshqa joyga ko'chganimga natal xaritalar ham shu asosda o'zgaradi. Meni ham ascendentim hozir Chayon bo'lib qoldi. Xullas, bu odamlarning qarashi teshvoradi sizlarni. Bu insonni ascendenti Chayonda va bu insonimizda tada! Ko'zlarni ko'ryapsizlarmi? Yana bitta misolim bor. Mana bu inson, mana bu insonni ham Chayoni ascendentda. Endi ko'zlarini ko'ramiz. Tanigan bo'lsanglar, tarixdan xabaringlar bo'lsa, bu Benito Mussolini fashizmning asoschisi. Shunaqa gaplar. Chayoni ascendenti insonlar aurasi. Hamma e'tibori, ascendenti sherlar hamma e'tibori o'ziga jalb qiladi. Ayniqsa Lilith bilan Neptun kelsa, bu vashi dahshat. 1-uyda Lilith bu seksapilnost degani, Neptun bu illyuziya degani. Tushungan bo'lsanglar, Marilyn Monroe haqida ketyapti. Marilyn Monroening ascendenti sherda va albatta Donald Trampga ham sherda. Rasm kerak emas. Donald Trampning kimligini bilasizlar. Ushtalik ochildi. 3-o'rinda vashi dahshat joylashuv. O'zbekistonda ham xuddi shu joylashuv bor. Ham O'zbekistonniki 10-uyda Chayonda. Massada Midheaven deyiladi. Bu Massada Pluton o'tirsa. Bu dunyoni o'zgartiradi degani. O'zini xatti-harakati bilan hamma narsaga ta'sir qiladi degani. Chunki qaranglar, mana bu siz natal xaritangiz bo'lsa, Massa bu eng cho'qqi degani. Eng cho'qqi bu yerga Plutonni olib chiqish, transformatsiyani olib chiqish, dunyoga shunaqa dolzarb narsalar qiladiki, o'zini qiladimi transformatsiya, ishidan boshqa narsalarni transformatsiya qiladimi? Xullas, juda ham kuchli joylashuv qizlar. Misol tariqasida men Louis Vuittonni oldim. Shunchalik transformatsiya qilganki, uni brendi hali ham mashhur. Vladimir Putin ham kirib ketadi, uni ham massasi Plutonda. Mana ko'ryapsizlarmi? Vladimir Putin ham Plutoni 10-uy Massada o'tiribdi. Imtihonli joylashuvlardan biri hisoblanadi. 1-uy bu siz shaxsiyatingiz, ham jismoniy tuzilishingiz, siz egoiz. 1-uyda Pluton bo'lsa, Pluton sizni har doim Saturn bilan keladi, dahshat. Pluton sizni har doim transformatsiya qilishga itoradi. Pozitsiyalar, ya'ni Venera bilan. O'shaning uchun mana Plutonni Venerani uryapti. Britney Spears xaritasi bilasizlar taqdirini uncha ijobiy emas. Britney Spears 1-uyida Pluton. Yana bizda bu kishimniki bor. 1-uyda Pluton va Uran, revolyutsioner va transformatsiya qiladigan shaxs. Bu Nikola Teslaniki, bilsanglar kerak, elektroenergiyani yaratgan shaxs. Thomas Edison o'g'irlagan bundan lampa g'oyasini va Karl Marx kimligini bilasizlar? Bundan ham Pluton bilan Saturn kelyapti 1-uyda. Karl Marx kimligini bilmasanglar, sizlarga ko'rsatay. Mana aktrisa
Bilasizlar, juda ham chiroyli aktrisa Sofi Loren. 20-sentyabrda tug'ilgan, 10-uyi Chayonda, MCC Chayonda. Mana bunaqa go'zal ayol bo'lgan. Bundan tashqari Monika Belluchini ham 10-uyi Chayonda. Monika Belluchini bilsanglar kerak. Bu ham juda ham go'zal ayol. Va 3-nomzodimizni topganim Megan Fox. Megan Fox 10-uyi ham 16-may. Buqa o'zi 16-may tug'ilgan, 10-uy Chayonda. MCC qizlar 10-uy Chayonda. Megan Foxni kimligini bilsanglar kerak. Mana. Yoki yomon ko'rasiz, yoki yaxshi ko'rasiz. Ko'p odamlar buni sevadi. Bo'ldi, 10talik tugadi. Izohlarda qoldirib keting, sizda qaysi joylashuvlar bor?